Yaqinda genetik pasport haqida ma'lumot qo'ygandik. Ko'pchilik tushunmabdi u nima, qanaqa ishlaydi, o'zi nima degani u deb. Shuni to'liq tushuntirib bersangiz aka. Oddiy qilib tushuntirsak, oddiy pasport odamni kimligi, qayerdan kelib chiqishi haqida qisqacha ma'lumot bersa, genetik pasport bu haqida to'liq, chuqur ma'lumot bera olar ekan. Nafaqat odamni kimligi, balki avlodlari kim, ajdodlari qayerdan kelib chiqqani haqida ma'lumot beradi. Undan tashqari odamni har xil moyilliklari, qanaqadir kasalliklar bo'yicha, qanaqa oziqlanish, semirib ketishga moyilligi bormi, yo'qmi, qanaqa sport bilan shug'ullanishga moyilligi bor va hokazolar juda ham chuqur ma'lumotni bera oladi bizga bu tekshiruv. Ma'lumotlarga qaraganda Yevropa shu standartga o'tgan. Farzandlari o'sha qanaqa nimaga moyil, o'shanga yo'naltirib beradi. Rostdan ham Yevropada ancha ko'p odamlar soppa-sog' bo'lsa ham genetik pasport tekshiruvini qilyapti. Ayniqsa farzandlari uchun ularni to'g'ri sportga yo'naltirish, masalan, maktabda to'g'ri yo'nalishga, kasb tanlashga yordam berishga, undan tashqari sog'lig'i bo'yicha to'g'ri qarorlar chiqarish uchun qo'llanishyapti. Bizda albatta bu endi boshlanib kelayotgan narsa, lekin umid qilamizki, yaqin 20-30 yilda biz ham shu standartga yetib kelamiz